Janoza. O'zbek xalqi bugun tongda og'ir judolikka uchradi. El suygan insonlar bugun tongda dahshatli avtohalokat qurboni bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Toshkent viloyati Angren shahrida 26 aprel kuni kechasi og'ir yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Soat 23:10 atrofida A373 avtomobil yo'lining 93 kilometrida harakatlanayotgan Howo rusumli yuk mashinasi haydovchisi boshqaruvni yo'qotib, shu yo'nalishda ketayotgan yana 4 ta transport vositasi bilan to'qnashgan. Hodisa oqibatida Chevrolet Cobalt avtomashinasida bo'lgan haydovchi va yo'lovchi voqea joyida halok bo'ldi. Yana 4 nafar fuqaro turli darajadagi tan jarohatlari bilan shifoxonaga olib ketilgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, yuk mashinasi haydovchisi protsessual tartibda ushlangan deyiladi xabarda.